saratonga chalingan insonlarning ma'lumotlari to'planadi va modelga o'qitilinadi. Senga informatsiya berayotgan odam kim o'zi? Uni ikkita funksiyasi bor. Birinchisi pulni ajratadi, ikkinchisi nazorat qiladi. 5 million sun'iy intellekt prompterlari loyihasiga start berildi. Ya'ni o'zi nima u? Ko'chadagi bitta ishsiz bekorligidan sal o'rgandida Instagramga chiqib gapiryapti u ham. Mobil dasturchi yoki web dizayner degan sohalar bo'lganmi? Hozirgi kunda mamlakatimizda sun'iy intellekt texnologiyalari qanchalik insonlarning hayotiga kirib boryapti. Tasavvur qiling, ko'chada avtobus ketyapti-da, o'zi to'xtab odamlarni oladi, lekin haydovchisi yo'q. Microsoftda ham, Teslada ham, Google'da ham, Facebookda ham necha minglab ishchilarni olib tashlashdi. ChatGPT bor, Gemini bor, misol uchun Gamma degan har xil modellar bor. Har bitta sohani o'zining egalari bor. Saraton kasalligiga chalinish ehtimolini aniqlab bera olar ekan. Muammo javobgarlik masalasi. Sen bu yerga hammasini aytib qo'ydilar o'zi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi mavzuyimiz ya'ni sun'iy intellektga atalgan bo'ladi. Bugun ushbu podkastimizda sun'iy intellekt va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish markazi xodimlari va qolaversa mustaqil ekspertimiz qatnashadilar. Mendan o'ng tarafimda Ismoilov Husanboy, sun'iy intellekt va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish markazida AI raqamli iqtisodiyot bo'yicha ekspert bo'lib ishlaydilar va mendan chap tarafimda Shukrullo Ibrohimov, 10 yildan ortiq dasturchi, project manager, AI bo'yicha 5 yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassis bilan suhbat qilamiz. Men o'zim Fazliddin Tojiboyev, sun'iy intellekt va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish markazida raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassis bo'lib ishlayman. Avvalambor xush kelibsizlar Husanboy aka, Shukrullo. Rahmat, assalomu alaykum. Bugungi kunga eng asosiy trenddagi mavzulardan biri bu sun'iy intellekt. Ya'ni hech kimga sir emas, sun'iy intellekt mamlakatimizda juda shiddat bilan rivojlanyapti va shu haqda biz Raqamli texnologiyalar vazirligi huzurida sun'iy intellekt va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish markazi tashkil etildi. Ushbu markazning asosiy topshiriqlari, asosiy vazifalari haqida Husanboy aka qisqacha aytib o'tsangiz iltimos. Prezidentimizning 2024-yil 14-oktyabrdagi 358 sonli qarorlari bilan shu sun'iy intellekt sohasini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi tasdiqlandi va shunda 358 sonli qarorda bizning markaz oldin raqamli iqtisodiyot tadqiqotlar markazi davlat muassasasi sifatida tashkil qilingan va shu markaz negizida sun'iy intellekt va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish markazi tashkil qilinsin degan o'sha topshiriq ketgandi va shu 358 sonli qaror asosida va 2025-yilda bo'lsa Vazirlar Mahkamasining 425-sonli qarorlar asosida shu Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi sun'iy intellekt va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish markazi tashkil etildi va hozirgi kunda ushbu markaz o'z faoliyatini yo'lga qo'ydi. Vazifasi, maqsadi, yo'nalishlari shu mamlakatimizda sun'iy intellekt sohasida olib borilayotgan turgan ishlarni amalga oshirish va doimiy ravishda shu sun'iy intellekt sohasida o'sha vakolatli organ sifatida belgilandi. Rahmat Husanboy aka. Shukrullo, endi sizga ham endi siz sun'iy intellekt bo'yicha ancha yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassissiz. O'zi kuzatuvchilarimizga sshu sodda qilib tushuntirib bersangiz, o'zi sun'iy intellekt nima? U IT mi yoki qanaqadir robotmi yoki qanaqadir ma'lumotmi, dasturmi, tizimmi? Shu haqida bir ma'lumot berib o'ting iltimos. Sun'iy intellekt oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, oddiy qilib bu sun'iy intellekt. Intellekt so'zini bilamiz. Intellekt bu insonda ham bor, faqat insonda tabiiy. Sun'iy intellekt xuddi shunga asoslanib yaratishgan. Bu sun'iy intellektning asl tegidagi ma'nosi ichidagi bor ma'lumotlardan va u bilan bo'ladigan boshqa kommunikatsiyalardan, masalan, yozish, gaplashish, o'shalarning hammasidan o'zi yangi narsalar o'rganib, faqat yozib berilgan emas, boshqa narsalar generatsiya qilib berish qobiliyatiga ega bo'lgan dastur bo'ladi, sun'iy intellekt. Masalan, insonni o'zini oladigan bo'lsak, kichkinaligidan, yoshligidan u nimadirlarni ko'radi, eshitadi, atrofidagi ota-onasidan eshitadi, bog'chadan, keyin maktabdan. Mana shu narsalarga asoslanib, o'zini fikri, o'zini gaplari shakllanadi. Sun'iy intellekt ham xuddi shunaqa ko'rinishda o'qitiladi, ma'lumotlar berib, ichiga funksiyalar shunaqa yozib qo'yiladi, shu grammatikalar, o'sha matematika, geografik hammasini o'rgatib, tushuntirib,
va unga savol berganda maksimal odamga o'xshab javob beradigan, o'sha bor bilimlariga asoslanib javob beradigan tizim qilib, dastur qilib yaratilgan dastur bu. Mayli, men ham qo'shimcha qilsam, 2021-2022 yillarda shu Yaponiyada Nagoya universitetida shu doktorantura bosqichida o'qib yurgan paytlarim o'sha duch kelganman. Ya'ni nima bo'lgan, biza xorijga borsak, birinchi navbatda shu o'ylaydigan narsamiz nimadir sotib olmoqchi bo'lamizda. Kompyuter sotib olmoqchi bo'lamiz, telefon sotib olmoqchi bo'lamiz. Ya'ni o'ylardim, masalan, aytaylik Panasonic kompyuteri bizda yo'q, lekin u yerda juda ham mashhur. O'shani qayerdan sotib olsam bo'ladi, shu professorim bilan qanaqa qilib bir xil kompyuter tutsam bo'ladi deb o'ylardim. Keyin o'sha yotoqxonaga borganimdan keyin kechqurun o'sha kompyuterda shu o'ng burchagida har xil reklamalar paydo bo'lardi. Ya'ni Panasonic kompyuteri sotuvda, masalan, arzon varianti bor, bu shaharda bor, bu shaharda bor. Keyin o'ylab qarasam, o'sha sun'iy intellekt demak meni fikrlarimni o'qib, menga generatsiya qilib chiqazib beradi. Ya'ni hozirgi kunda biz bilamiz, YouTube'da video ko'rsangiz, masalan, qaysi mavzuga siz ko'proq o'sha fokusni qaratsangiz, o'sha mavzuga bo'lgan ko'proq o'sha videolarni har xil variantlarini yoki nima sotmoqchi bo'lsangiz, har xil variantdan sizga beraveradi. Ya'ni bu bizani o'sha o'ylab turgan fikrlarimizni o'qib, bizga o'sha taqlid qilib, nima dedi, ko'rsatib beradigan tizim desak bo'ladi. Ya'ni ma'lumotlarga asoslanib turib qaror qabul qiladigan va insonlarga misol uchun o'sha ma'lumotlardan kelib chiqib turib o'zini tavsiyalarini, takliflarini beradigan texnologiya desak bo'ladi. Shukrullo, yana bitta qiziq mavzu hozirgi kunda sun'iy intellekt deymiz. Ya'ni sun'iy intellektdagi eng muhim trendlar nimalardan iborat? Ya'ni misol uchun nima u sun'iy intellektda qanaqa trendlar bor, qanaqa yo'nalishlar bor? Shu haqida ham bir gapirib o'ting. Obunachilarimizga qiziq bo'ladi. Trendli deganda u sun'iy intellektdan foydalanishni hozir trenddagi yo'llarimi, ili sun'iy intellektni o'zini qanaqa darajalari bor? Shunaqa, shu qanaqa darajalari bor, sun'iy intellekt yo'nalishlari, qanaqa yo'nalishlari bor? Men tushunishim bo'yicha uni shu LLM, NLP, neyron tarmoqlar degan qiyin bo'lib ketmaydimi? Bularga sal chuqurroq kirsak. Maksimal osonroq qilishga. Maksimal osonroq qiling. Umuman o'sha generative AI degan tushunchalar bor. Masalan, ChatGPT bor, Gemini bor, misol uchun Gamma degan har xil modellar bor. O'shalarning bir-biridan nima farqi bor o'zi? Shular haqida ham bir gapirib o'tsangiz. Hozir Husanboy aka zo'r primer qildilar, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ishlashini. Bu bizga o'sha ChatGPT xos biz biladigan juda ham mashhurlari kirib kelguncha bu narsalar bor edi bizda. Sun'iy intellektni bir osonroq, oddiyroq ko'rinishi. Buni yana machine learning deb nomlashadi, mashinное обучение. Bu mashinaviy o'qitishda. Mashinaviy o'qitishda. Bu qanaqa ishlaydi? Bu biz o'sha masalan Instagram misol qilib oladigan bo'lsak, Instagramda biz bitta videoni ko'ramiz. Videoni ko'rganimizda 2-3 ta video ko'rib ketaverganimizda biz aynan qaysidir amallarni takroran bajaramiz. Bu bizani oddiygina like bosishimiz yoki swipe share qilishlarimiz emas. Bu ham juda ham oson, asosiy ko'rinishlari. No, u boshqa narsalarni ham analiz qiladi. O'tda orqasiga yozilgan turadi. Masalan, bitta videoni oldik, qancha qismini ko'rdik. Qancha 3 minutli video, biz 20 sekundini ko'rdik, o'tkazib yubordik. Keyingi video biz 3 sekundini ko'rdik, o'tkazib yubordik. Keyingisi 1 minutini ko'rdik, keyin o'tkazib yubordik. U har bitta videoda biz aynan qancha vaqt to'xtatdik, qaysi videodan keyin keldi u, qancha vaqtini ko'rdik, qaysi joyida biz o'tkazib yubordik. U hammasini analiz qiladi. O'sha birinchi 20 sekundni ko'rgan bo'lsak, o'sha 20 sekundni oladida analiz qiladi. Bu qismida nimalar bor edi boshida, nima uchun biz 20 sekundgacha ko'rdik va nima uchun 20 sekundni o'tkazib yubordik. Hammasini analiz qiladi. O'shanda biladi. O'sha birinchi boshlanganda, masalan, qanaqadir bizga chiroyli BMW mashinasini ko'rsatgan bo'lsa, biz uni ko'ramizda 20 sekunddan keyin уже Mercedesga o'tib ketdi. Chunki o'sha yerda o'shanda bizani profilimizga, o'sha ijtimoiy tarmoqdagi profilimizga u biriktirib qo'yadi. Bunga BMW yoqadi demak. Keyingisida уже avtomatik qidirib, o'sha Instagramdagi bor videolardan BMWlarni chiqarib berishga harakat qiladi. Keyin yana qaysidir modellari, keyin mana shunaqa qilib chuqurlashib ketaveradi. Qancha vaqt qaradik, nima bosdik. Aynan o'sha o'rganish jarayoni mashinное обучение deydi. Machine learning va bu sun'iy intellektning asosi. Bundan keyin bizda mana ChatGPT, Gemini, Google'niki, ChatGPT, OpenAI'niki
bular juda ham mashhur bo'lib boshladi. Bular hammasi generative AI. Generate bu yaratuvchi, yaratib beradi. Bu bizga tekst, rasm, ovoz, video, ashula, hamma narsa generatsiya qilib beradi. Shuning uchun bular generative AI. Qarang, qo'shimcha savol-da, mana yaratib beradi deyapsiz. Ya'ni unda o'zida asosida bu narsani yaratish uchun unda input data bo'lishi kerak-da, output chiqarish uchun. Ya'ni unda bu generatsiya qilish uchun, ovoz generatsiya qilish uchun unda ma'lumotlari bo'lishi kerak. Ya'ni u ma'lumotlarni qayerdan oladi AI? Sizga savol. Yaxshi. Bu oddiygina qilib, yana aytadigan bo'lsak, oddiygina qilib odam misolida keltirsa, bu juda ham qulayda tushuntirishga va tushunishga. Mana masalan, siz bananni ko'rishingizdan oldin, eshitishingizdan oldin banan haqida tushunchangiz bo'lmagan. Lekin sizda shunaqa funksional bor. Siz eshitsangiz, tasvirlab bera olasiz, chizib bera olasiz yoki gapirib bera olasiz. Sizga siz bananni bilishingiz uchun sizga 10 ta 100 ta bananni ko'rsish kerak. Rasmini ko'rish kerak, uni bananligini aytish kerak. Va boshqa mevalarni, olmani, pomidor, hammasini ko'rsatib, masalan, 100 ta bananni rasmini, har xil olingan bananni rasmini olamanda, sizga 100 tani ko'rsatib chiqaman. Sizdan keyin so'rayman, Fazliddin banan chizib bering deb. Siz o'shanda banan chizib berasiz. Ranglarni ham chizib berasiz, shaklini ham chizib berasiz. Sun'iy intellekt ham xuddi shunaqa qilib o'qitiladi. U nimadir yasab berish uchun unda o'sha ma'lumotlar bo'lishi kerak. U o'qitish jarayoni internetda, ya'ni internetga kirib, brauzerlarga kirib, saytlarni qidirib, ichidagi hamma ma'lumotlarni olib, ularni sortirovka qilib, klassifikatsiya deydi. Grammatический sortirovka qilib rasmlarni bitta joyga oladi, masalan, tekstlarni bitta joyga oladi. Rasmlarni keyin bo'ladi, mevalarga bo'ladi, texnikaga bo'ladi. Keyin uni ichida bo'ladi, mevalardan o'sha pomidor, banan va shunaqa qilib bo'ladi. Keyin hammasini bitta o'sha sun'iy intellekt yuboraveradi. Bu banan, bu olma, bu pomidor deb shunaqa qilib o'qitib boradi. Keyin uni ichidagi funksional intellekt, o'sha bizning miyamizdagi intellektga o'xshagan intellekt generatsiya qilishni o'rganadi. O'shani u biladi. Bu juda ham katta ma'lumot talab qiladi. Juda ham katta. Masalan, matematikada o'sha doktor, PhD bir darajada bo'ladi. O'sha darajaga chiqishi uchun unga minglab matematika kitoblari o'qitiladi. O'shani hisobiga u bizga matematikadan zo'r javob berishi mumkin. Mana shunaqa qilib shakllantirib, aqllilashtirib boriladi. Siz mana hozir generativ AI haqida ma'lumot berdingiz, lekin sun'iy intellekt faqat generativ AI emas. Biz hozir biladiganimiz ChatGPT deymiz, Gamma deymiz. Misol uchun Gemini'lar bor, Grok bor, ya'ni Elon Musk tomonidan ishlab chiqilgan. Lekin sun'iy intellekt misol uchun sog'liqni saqlashda, moliyada, sug'urta bozorlarida ham, soliq qo'mitalarida ham foydalansa bo'ladi. Misol uchun men misol keltiraman. Hozirgi kunda meditsinada ham sun'iy intellekt juda ham katta yutuqlarga erishayotgan ekan. Даже aytib o'tishyaptiki, 99% aniqlikda sun'iy intellekt o'sha diagnozlarni berib boshlabdi. Ya'ni buning uchun qanaqa amalga oshadi desanglar, men o'zim o'sha o'rganishlarim natijasida aytaman. Siz aytganingizdek o'sha katta ma'lumotlar, ya'ni o'sha meditsina sohasini bitta yo'nalishini oladigan bo'lsak, misol uchun saraton kasalligini oladigan bo'lsak, saratonga chalingan insonlarning ma'lumotlari to'planadi va modelga o'qitiladi. Va o'sha model o'qitilgandan natijasida keyingi bemorni shu saraton kasalligiga chalinish ehtimolini aniqlab bera olar ekan. Ya'ni bu juda ham katta yutuq desak bo'ladi-da, o'sha sohaning rivojlanishiga. Ya'ni hozir biz aytganimizdek rasmlar, audiolar generatsiya qilish bu ko'proq ko'ngilocharga to'g'ri tushib qoladi-da, entertainment bo'ladi. Lekin bundoq qarasak, hozir meditsinada yoki bank sohalarida qo'llaniladigan bo'lsak, bu insonlarning hozirgi real hayotdagi muammolarini yechishga ham yordam beradi desak bo'lar ekan. Husanboy aka, bitta savol, endi savolni desak bo'ladi. Hozirgi kunda mamlakatimizda sun'iy intellekt texnologiyalari qanchalik insonlarning hayotiga kirib boryapti? O'sha haqida ham bir aytib o'tsangiz. Hozirgi kunda shu sun'iy intellekt texnologiyasini hayotimizdagi eng o'sha qaynoq mavzusi desak bo'ladi. Chunki hamma joyda sun'iy intellekt, ya'ni nimadir kerak bo'lsa ham hozir ko'pchilik shu shaxsiy hayotida ham ChatGPTni ochyapti, shunga savol berishyapti. Nima qilsam bo'ladi? Ko'pchilik hayot tarzini ham shunga bog'lab qo'yapti-da. Ya'ni sun'iy intellekt shunaqa darajada kirib kelib rivojlanyaptiki, insonlarda
shu ChatGPT yoki shu sun'iy intellekt texnologiyalariga bo'lgan qaramligi oshib boryapti. Oxirgi shu 1 yil ichida juda ham rivojlanyapti desak bo'ladi. Bundan tashqari boya aytib o'tdingiz, mana bu sog'liqni saqlash, moliya, bank sohasi, soliq sohalarida ham juda ham jadallik bilan rivojlanyapti. Ya'ni bizning markazda qaroriga nazar tashlaydigan bo'lsak ham, bunda bizda shu 2025-26 yillarda amalga oshiriladigan loyihalar bor, ya'ni tasdiqlangan loyihalar bor. Shular loyihalar ichida ham mana shu sohalarga ko'proq o'sha e'tibor qaratilgan. Ya'ni loyihalarimiz sog'liqni saqlashda ham bor, transportda ham bor, moliyada ham bor, soliqda ham bor, qishloq xo'jaligida ham bor. Ya'ni har bitta sohada ya'ni sun'iy intellekt texnologiyasi foydalangan. Men ta'limda ham bor. Endi masalan mamlakatda qanaqa rivojlanyapti desak, hozirgi kunda o'sha sog'liqni saqlashni oladigan bo'lsak, o'sha sun'iy intellekt texnologiyalari rivojlanib, ya'ni shunaqa narsalarda, shunaqa kasalliklarni aniqlashga yordam beryaptiki, masalan, o'pka saratoni. Ya'ni insonda shunaqa bir kasalliklar bo'lar ekan, bular yashirin holatda boshlanadi-da, keyin u rivojlangandan keyin paydo bo'ladi. Ya'ni ba'zi bir kasalliklarda ularda o'sha rivojlangandan paydo bo'lgandan keyin uni davolash ham ancha kechikadi, ancha qiyinlashadi. Sun'iy intellekt o'sha sog'liqni saqlash sohasida oladigan bo'lsak, o'sha yashirin holatdagi o'sha boshlang'ich o'sha kasalliklarni ham aniqlashda yordam beryapti, ya'ni jahon tajribasida va ko'plab o'sha insonlarda sog'lom bo'lishida, hayotini yaxshi tomonga o'zgarishga yordam beryapti. Bundan tashqari biz bilamiz, scoring moduli bor, bu banklarda scoring tizimi, banklarda ya'ni bu kredit berish tizimida ishlatiladi. Endi o'sha hozirgi kunda moliya sohasiga ham scoring tizimi joriy qilyapmiz. Ya'ni moliya sohasini oladigan bo'lsak, uni ikkita funksiyasi bor. Birinchisi pulni ajratadi, ikkinchisi uni nazorat qiladi. Ya'ni yil oxiriga borsak, biz Yangiliklarda o'qiymiz, masalan, mana bu viloyatda yoki mana bu sohada juda ham bir korrupsion holatlar, ya'ni pul bilan bog'liq bo'lgan o'sha o'g'irliklar paydo bo'ldi degan narsalar o'qiymiz-da. Kuzatamiz, bu juda ham nima desam bo'ladi, katta ham bir minus. Chunki u o'sha yo'qotilgan pullarga ko'plab o'sha insonlarda yoki qaysi bir sohani rivojlantirishga o'sha pullar sarflansa, bu o'sha mamlakatda rivojlanishga hissa qo'shadi. Ya'ni moliya sohasiga shu sun'iy intellekt tizimidan kirib kelishi birinchi navbatda davlat byudjetidagi ajratilib turgan pullarni nazorat qilish va ularni o'sha to'g'ri taqsimlab, to'g'ri ishlatishga yordam beradi. Bular endi men misol keltiryapman. Bundan tashqari soliq tizimini oladigan bo'lsak ham, masalan, soliqda ham bilamiz, o'sha soliq tushumi bilan bog'liq bo'lgan muammolar bor. Qaysidir holatlarda o'sha soliqda o'sha pul yo'qotishlar bo'ladi, ham tushmay qoladi. Davlatda byudjetiga tushmay qoladi. Ya'ni sun'iy intellekt joriy qilinsa, demak u o'zi nazorat qiladi. Har bitta korxonada, masalan, qaysi korxona qancha soliq to'lash kerak, qaysi muddatda to'lash kerak, ularda bemalol nazorat qilib, o'sha pullarni to'g'ri tushib, to'g'ri yo'naltirishda bizga xizmat qiladi. Rahmat. Shukrullo, biz bilamiz, sun'iy intellekt texnologiyalari loyihalarini amalga oshirishda ma'lumotlarning sifati, ya'ni sifati muhim rol o'ynaydi sun'iy intellekt uchun. Ya'ni shu haqida ham aytib o'ting. Mana hozir bilamiz, sun'iy intellekt misol uchun modellarda, ChatGPT'larda, Gemini'larda gallyutsinatsiya degan holatlari bo'lib turadi. Ya'ni men o'ylashim bo'yicha ma'lumotlarga ham taalluqli. Agar unda o'sha yetarli ma'lumot bo'lmaydigan bo'lsa, demak u o'zidan ma'lumotni qanaqadir kontekstda to'qib chiqaradi. Ya'ni qanchalik ma'lumotning sifatliligi sun'iy intellekt loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirishda yordam beradi. Nima deb o'ylaysiz? Asosan o'sha sun'iy intellektni qanchalik aqlli bo'lishiga asosan shu ikkita faktor sababchi bo'ladi. Birinchisi o'sha ma'lumotni qanchalik xatolasiz, foydali ma'lumotlarligi o'qitsa bo'ladi. Ikkinchisi buni ob'yomi, buni qancha ma'lumot borligi. Ma'lumotlar ba'zida juda ham ko'p, lekin o'sha kачествоsi bir-birini takrorlaydigan, masalan, juda ham ko'p mana shunaqa ma'lumotlar internetdan olib o'qitgandan keyin ko'pincha mana shunaqa muammolar bo'ladi. Men o'zim modellarni o'qitganman. Ya'ni ovoz bilan gapiradigan modellar. Qaysi modellar? Misol keltirsangiz. Whisper, OpenAI Whisper modeli bor. Bu ovoz bilan ishlaydigan model. O'sha modelni o'qitganimda juda ko'p mana shu muammoga duch kelganman-da men. O'sha ma'lumot juda ham ko'p menda, lekin natija yomon. Men kutganimdan ancha yomon bo'ldi.
man rosa izlanganmanda keyin tushunib yetganman, manda bir xil ma'lumot juda ham ko'p takrorlangan. O'shani hisobiga u model kачествоsi juda ham yomon. O'shaning uchun ma'lumotlarni kачествоsi juda ham katta rol o'ynaydi. Yana bitta misol, hozir oxirgi paytlarda internetda bu narsa ham ko'p mulohazalarga sabab bo'ldi. Internetda juda ham katta объемda, hozir buni yarmidan ko'p объемda уже ma'lumotlarni, rasm, tekst, hamma narsani sun'iy intellekt o'zi generatsiya qildi. Bular parallelni shu bilan birga internetdagi ma'lumotlarni olib, o'zi train qilish kerak, o'zini o'zi o'qitish kerak. Biz shu darajaga yetib borishimiz mumkin, что internetda 90% dan ham oshiq ma'lumotni sun'iy intellekt o'zi generatsiya qiladi va o'sha ma'lumotlarni olib o'zini o'qitish kerak bo'ladi. Unda rivojlanish to'xtaydi. Sun'iy intellekt rivojlanishi to'xtaydi. Keyin o'sha maksimalniy gallyutsinatsiyalarga sabab bo'ladi. O'sha narsa ham hozir keng обсуждать qilinayotgan muammo. Bu ham yana bitta, bu ham shuni ko'rsatadi, что ma'lumotni kачествоsi modelni o'qitishga, modelni aqlli, to'g'ri javob berishga juda ham katta ta'sir qiladi. Qo'shimcha savolim bor. Endi ma'lumot deymiz, katta ma'lumotlar bilan ishlaydigan qanaqa platformalarni, misol uchun bo'lajak AI dasturchilarga, AI mutaxassislariga tavsiya berasiz? Siz o'zingiz qaysi katta ma'lumotlar bazalaridan foydalanasiz modellarni o'qitayotganda? Modellarni o'qitish uchun open source, ya'ni ochiq dostupda Hugging Face, Kicksfield, yana shunaqa saytlar bor, oddiy qilib bergan saytlar. O'sha yerda odamlar hammasi o'zi yig'gan ma'lumotlarni, ya'ni dataset deyiladi bu modelni o'qitish uchun. O'sha datasetlarni hammasini o'sha yerda joylashadi. O'zbeklarniki ham bor, O'zbeklarning text, O'zbek voice bor, yana Navai instituti bor, mana shu ovoz uchun men foydalanganman. Asosan Hugging Face'ga yig'ishadi datasetlarni, undan olib foydalansa bo'ladi. Keyin yana bitta zo'r Google o'zi AI Studio ochib berib, bepul foydalansa bo'ladigan qilib, ozgina podpiskasini olsangiz, o'zi o'sha yerda o'zingiz balansingizga kredit berib, platformani ichida foydalansa bo'ladigan pul ham beradi. 1000, 2000, 3000, 5000 qilib pul ham beradi. Foydalanishni boshlasangiz. Siz prosta kirib ishlasangiz bo'ldi. U yerda hamma narsa bor. Modelni o'qitish, generative AI lar bilan ishlash, generative AI yaratish, agent yaratish, hamma narsa o'shaning ichida bor. Google shunaqa ochiq qo'llab-quvvatlayapti-da. Hozir istalgan sal ingliz tilini, rus tilini tushunadigan va ITda ma'lumoti bor, qiziqadigan odam kirib bemalol istalgan natijasiga erishsa bo'ladi o'shanaqa joylarda. Google AI Studio и Hugging Face bu datasetlar uchun. Dunyodagi barcha insonlar o'zini ma'lumotlarini ushbu platformalarga yuklaydi va istalgan inson o'zini modelini o'qitish uchun mana shu saytlarga, siz aytgan Google AI Studio, Hugging Face larga kirib turib, demak o'zini modellarini trening qila oladi. To'g'rimi? Undan foydalanish bepul demoqchisiz. Absolutely. Yana qo'shib ketishim kerak deb o'ylayman. Chunki bu AI yaratish, Hugging Face datasetlarni olib ishlatish bu уже yuqoriroq darajada. Masalan, meni fikrimcha bizning ko'radigan auditoriyani 90% bu darajaga qiziq bo'lmasligi mumkin. Ular sun'iy intellektni o'rganishga, birinchi bu baribir yangi soha-yu, o'rganishga qiziqishi mumkin. O'shanga Google'da ham, Microsoft'da ham o'rgatish uchun o'rgatadigan tayyorlab qo'ygan darsliklar bor o'zlarini. Ochiq dostupda, tekin. O'sha birinchi navbatda o'shani sun'iy intellektning o'zi nima, qanaqa ishlaydi, o'sha oddiy bazaviy ma'lumotlarni birinchi o'rganish kerak deb o'ylayman. Aynan o'shanaqa istochniklardan. Rahmat. Husanboy aka, aytib o'tdingiz, mana bizning markazimizda hozir ustuvor loyihalarni amalga oshiryapmiz. Ya'ni 60 dan ko'p va 2026-yilda yana yangi 100 ta loyihalarni yaratishimiz kerak. Ya'ni ushbu loyihalarni yaratish uchun, ya'ni ma'lumotlar bazasi, ma'lumotlar to'plami muhim ahamiyat kasb etadi va ma'lumotlarning xavfsizligi qanchalik muhim? Shu sun'iy intellekt yaratilgandan beri bu nafaqat bizning mamlakatda, balki butun dunyodagi eng tashvishga solib turgan muammolardan biri desam bo'ladi. Chunki hozirgi yashab turgan zamonimiz bu axborot asri. Ya'ni ma'lumot eng qimmat o'sha vosita sifatida e'tirof etiladi. Bunda ma'lumotlarda o'sha bizning markazimiz tomonidan amalga oshirilgan o'sha loyihalarda ma'lumotlar xavfsizligi juda ham muhim. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsam, o'sha
markaz tomonidan amalga oshiriladigan loyihalarda har bitta sohani o'zini egalari bor. Masalan, qishloq xo'jaligi bo'yicha qishloq xo'jaligi vazirligi, moliya bo'yicha moliya vazirligi va boshqa sohalarda o'zlarini o'sha xodimlar ham ishtirok etishyapti va ular o'sha ma'lumotlarni o'sha xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ham o'sha o'zlarini texnik topshiriqlarida, loyihalarda amalga oshirishda ma'lumotlar xavfsizligini doimiy ravishda ta'minlashimiz kerak. Chunki loyihalar o'sha ma'lumotlarda qaysidir sohalarda aytaylik o'sha maxfiy ma'lumotlar chiqib ketadigan bo'lsa, bu qaysidir ma'noda o'sha sohada rivojlanishni ortga surishda yoki o'sha mamlakatda, davlatda o'sha o'zini jahonda obro'sini tushirishiga xizmat qilishi mumkin. Shuning uchun ma'lumotlar xavfsizligini doimiy ravishda ta'minlab borish maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Shukrullo, siz o'zingiz mana tadbirkorlik faoliyatingiz bilan shug'ullanasiz, o'zingiz proyektlaringiz bor. Endi sun'iy intellektni keling, biznes tomonidan gaplashaylik, iqtisodiyot tomonidan. Hozirgi kunda mana ko'rib kelyapmiz, ko'p katta kompaniyalar o'zini dasturchilarini ishdan bo'shatishni boshlashdi, ya'ni ish jarayonlarini optimizatsiya qilishyapti. Aytishyaptiki, sun'iy intellekt menga ancha kadrimni, imkoniyatlarini ustunrog'ini bajarib beryapti, deyapti. Hozirgi kunda biznesga qanaqa foydasi bor sun'iy intellektni? Misol uchun, tadbirkorlarimiz ko'radigan bo'lsa, aytaylik yoki tadbirkorlarga messej berib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni sun'iy intellektdan foydalaninglar, sizlarning misol uchun biznes xarajatinglar optimizatsiya bo'ladi, unumdorliginglar oshadi degan ma'noda bir o'zingiz fikrlaringizni berib o'tsangiz. Istalgan biznesda foydalansa bo'ladi. O'sha aytib o'tdingiz, o'sha top katta kompaniyalar, Microsoftda ham, Teslada ham, Google'da ham, Facebookda ham necha minglab ishchilarni olib tashlashdi. Mana o'zim akam ham Stripe'da, o'tda ham necha mingta olib tashlashdi dedi. Faqat o'sha sun'iy intellekt sababli. Sun'iy intellekt u oddiy proseslarni hozirda bemalol avtomatlashtira oladi. Oddiy proseslarni. Qo'ng'iroqlar masalan, operator bo'lib gaplashishlar. Mahsulotlar haqida masalan kimdadir internet magazin yoki offline onlayn magazin bo'lsa, ularga ma'lumot berib turadigan operatorlar bor masalan. Ular juda kuchli kalani ishlatish kerak emas o'tda. Prosta nima borligini bilish kerak o'zida. O'sha bo'yicha ma'lumotlar berib turish kerak. Buni xuddi shunaqa pozitsiyalarni birinchi navbatda bemalol almashtirsa bo'ladi. Keyin ana taksistlarni ham уже bizga hali kelmadi, no уже almashtirishyapti buni. Mana Tesla ham aytayapti. Elon Musk aytuvdi 2028 gacha уже necha 10 mingtami shunaqa rul qo'yilmaydigan mashinalar zapuskать qilaman deb aytuvdi. Bizani o'zimizda ham, men o'zim ham hozir bir ikkita loyihamiz bor bizani ham. O'shani ko'rsatuvlarda ham investorlar qiziqib nima qilishyapti. O'zimizda ham bitta loyiha bor. Masalan, sotuv otdellarida 10-15 talab xodimlar ishlaydi-yu, telefonda sotishadi, chatlarda sotishadi. Ularda har doim muammolar bo'ladi. Masalan, 15 ta odam bo'lsa, bitta, ikkita, uchtasi har doim 80% sotuvni qiladi, qolgani kamroq bo'ladi. Chunki hamma ham aqlli emas, hamma ham qobiliyatli emas degan gaplar bilan, o'pish gaplar bilan bunga e'tiborsiz qoldiriladi bular. Lekin jamoamiz bilan bir ikkita joylarga borib, tagiga yetganimizda buni agar ular 15 ta xodimini har biri bilan o'sha sotuv bo'limi boshlig'i professionali har biri bilan o'tirib uni kamchiliklarini ustida ishlab, uni eshitib, ko'rib, xatolarini olib bitta to'g'rilasa, u qolganlarni ham o'sha 80% ga chiqarsa bo'lar ekan. Chunki bu bizneslarda sotuvni 50-100-150% mana shunaqa juda ham katta barobarlarda, juda katta barobar oshirib yuborsa bo'lar ekanda bular sotuvlarni. Lekin masalan 15 ta xodimni har kunlik gapini bitta boshqaruvchi eshitib chiqa olmaydi. 5 ta 10 ta bo'lish kerak, boshqaruvchilar uni har bitta qo'ng'iroqni eshitib, u bilan ishlash uchun. Biz o'sha yerda shunaqa sistema qildik. Hamma zapislarini o'sha telefon o'zini PBX, CRM sistemalariga tushadi o'zini. O'shalarni avtomatik olib, o'sha sotuv bo'limi boshlig'i chotki kriteriyalar beradi bizga, mezonlar, o'shalar bo'yicha tekshirish kerak deb o'shani sistemaga qo'yamiz. Bizani AI hamma zapislarni oladi, har kuni отчет beradi. Har kuni, har bitta mutaxassis haqida. Mana bu mutaxassis 3 kun davomida 30 ta gaplashdi. 30 tada ham mana bu 4 ta xatoga yo'l qo'ydi. Agar bu xodimingni mana shu 4 ta xatosini to'g'rilasang, bu ham
hozirgidan ko'ra 50 barobar ko'proq sota oladi. Tushunasizmi? Oldin mavhum bo'lgan narsalar sun'iy intellekt yordamida biz shuni ko'rsatib beradigan shunaqa sistema qildik. Bu istalgan sohada ko'rib chiqsak yordam berishi mumkin. Masalan, Husanboy aytdilar, moliya o'sha finans taraflama. Masalan, отчёtlarni, prognozlarni juda ham ko'p Excel'larda 1.1 balon sistemalarda ishlaydiganlar uchun prognozlarni ko'rishi mumkin ular. Kompaniyasini bir oydan keyin qayerga ketyapti u. Har bitta xodimni analitikasini ko'rishi mumkin ular. Oldingi 1 yilligini o'rganib chiqib, xodimni qanaqa ishlagan, qanaqa kommunikatsiya qilgan, qanaqa muammolari bo'lgan. Bundan keyingi 3 oylik xodimini ko'rsatkichini oldingi 1 yilga qarab analiz qilib ko'rsatib berish mumkin. Shunaqa berish mumkin. Buni inson qilishi mumkin bo'lgan ishlarni, juda ham ko'p kuch, aql talab qiladigan ishlarni avtomatlashtirib sun'iy intellektga berib yuborsa bo'ladi. Istalgan hamma sohada. Nima deb o'ylaysiz? Bizda O'zbekistonda shunaqa AI bilan shug'ullanadigan kompaniyalar yetarlichami? Что biznes ko'p, endi biznes ham o'zini maksimalniy foyda olishni xohlaydi, ya'ni minimalniy расход xarajat qilib turib maksimalniy foyda olishni xohlaydi. Bizda bormi mana shunaqa O'zbekistonda kompaniyalar mana shu biznes modellarni, ya'ni sun'iy intellekt texnologiyalariga integratsiya qilib beradigan, sun'iy intellekt yechimlaridan misol uchun biznesiga sun'iy intellekt yechimlarini integratsiya qilib beradigan kompaniyalar yetarlimi? Yoki hozirgi kunda ko'ryapmiz, katta kompaniyalar o'zimizdan emas, chet el softlarini, chet el решенияларini, shu yechimlarini sotib olishyapti. Lekin bizda baribir ham ertaga aytyapmiz, AI hub bo'lishimiz kerak Markaziy Osiyoda deyapmiz. Uning uchun baribir ham o'zimizning mahalliy bozorni, mutaxassislarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Agar hamma narsani chet eldan olib kiraversak, unda o'zimizdagi bu yoqdagi mutaxassislar tajribasi qolib ketish ehtimoli ham yo'q emas, bor. Shuning uchun siz qanaqa qaraysiz bu holatga demoqchiman-da. Yuqorida aytib o'tilgandek, Husanboy aka aytib o'tdilar. Hozir bunga juda ham katta e'tibor qaratilgan. Men o'zim sezaman, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda aktiv faoliyat yuritaman. Men ko'raman, bu narsaga juda ham katta e'tibor qaratilgan. Hamma sohada maksimal bu sohani o'rganuvchilarni ham, bu sohada biznes qilishni boshlayotganlarga ham nima harakat qilayotgan bo'lsa, hammasini qo'llab-quvvatlamoq davlat tomonidan. Lekin hozir albatta yetarli emas. Kompaniyalar buni qilib beradigan bizneslar yetarli emas. Lekin yangi chiqayotgan, nimadir qo'lidan kelib, nimadir ko'rsatayotgan bizneschilarga, startaplarga asosan yordam berilyapti. Davlat tarafidan aynan ta'lim yo'nalishiga fokus qanaqadir qaratilganmi, o'sha sun'iy intellektni o'rgatish ta'lim sohasida aynan. Men bizneslarni, startaplarni ko'raman, zo'r podдержка ketyapti bularga. Lekin buni o'rgatish bo'yicha ta'lim sohasiga qanaqadir e'tibor ham qaratilganmikin? Agar qaratilsa, juda ham zo'r bo'ladi. Javob bersam, bu savolingizga men javob bersam, juda ham bir o'rinli savolni ko'tardingiz. Chunki ta'limda biz o'qitib, shu ta'lim tizimida shuni joriy qilmasak, baribir samaradorligini ko'ra olmaymiz-da. Hozirgi kunda o'sha prezidentimizning 189-sonli farmonlarida agar tanishib chiqqan bo'lsangiz, shunda e'tibor beradigan, ya'ni maktablarda o'sha o'quvchilar uchun bolalar sun'iy intellekt tushunishi, sun'iy intellekt texnologiyadan foydalanishi uchun o'sha maktab darsliklariga sun'iy intellekt bo'yicha o'sha mavzularni qo'shish bo'yicha topshiriq ketgan. Hozirgi kunda bu bo'yicha ishlar olib borilyapti. Ya'ni kelasi yildan boshlab o'sha maktab o'quvchilarida fanlarni o'rganishi bilan bir qatorda o'sha sun'iy intellekt texnologiyasini ham o'rganib boradi. Ya'ni o'qituvchilar tomonidan bu sun'iy intellekt texnologiyasi o'qitiladi. Bundan tashqari oliy ta'lim tizimida ko'radigan bo'lsak, oliy ta'lim tizimida juda ham ko'plab oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt yo'nalishlari ochilgan. Ular o'sha sun'iy intellekt yo'nalishida bakalavriat va magistraturada, hattoki doktorantura yo'nalishida ham o'sha talabalarga bilim berishyapti va ko'plab o'sha tadqiqotchilar shu sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha o'zlarining tadqiqotlarini olib borishyapti. Va yana qo'shimcha qilaman, hozirgi kunda mamlakatimizda 15 ta universitet tanlab olingan. Ushbu 15 ta universitetda sun'iy intellekt laboratoriyalari ochiladi. Ya'ni ushbu universitetda o'qiydigan
talabalar o'zini g'oyalari bo'lsa, o'sha qanaqadir startaplari bo'lsa, ushbu laboratoriyalarda, ya'ni u yerda kichik GPU klasterlar bo'ladi va undan keyin o'sha computer vision texnologiyalari, LLM modellari, ya'ni kichkina modellari bo'ladi, o'zini modellarini, ya'ni o'qita oladi. Ya'ni bu ham siz aytganingizdek, asosan o'sha bozorni ehtiyojini qondirish uchun ta'lim sohasi sifatli bo'lishi kerak-da. Chunki bozorga mutaxassis yetishtirib beradigan baribir ham ta'lim sohasi. Aytganingizdek, mana shu universitetlarni 15 ta universitetda sun'iy intellekt laboratoriyalari ochiladi. Bu ham как nima desek bo'ladi, bitta rivojlanishi, bitta qadami. Mana yaqinda ko'rgan bo'lsangiz, 5 million sun'iy intellekt prompterlari loyihasiga start berildi. Ya'ni o'zi nima u? Biz bilamiz, ChatGPT deymiz, Gemini deymiz, Copilotlar bor. Turi ko'p. 200-300 turi bor. Unda sanaydigan bo'lsak, Claude'lar bor, boshqalar bor. Ya'ni prompterlar o'zi nima? Misol uchun, bu oddiy kuzatuvchilarimizga aytadigan bo'lsak, bu ya'ni sun'iy intellekt bilan to'g'ri muloqot qila olish texnologiyasi, ya'ni shu san'ati desak bo'ladi. Ya'ni sun'iy intellektga siz biron bir masalangizni, biron bir muammongizni hal qilish uchun undan to'g'ri savol berishni bilishingiz kerak. Ya'ni hozirgi kunda mamlakatimizda shu 5 million insonlar shu sun'iy intellekt texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish, ya'ni undan to'g'ri zapros berish, savolni to'g'ri berish bo'yicha kurslarda o'qishni boshlashadi. Ya'ni bu ham bitta qadam bo'ladi. Shu mamlakatimizda ertaga bozorga ham aytaylik, sun'iy intellekt prompt injenerlar kerak deydigan bo'lsa, kompaniyalar u AI kompaniya bo'lishi mumkin. Nafaqat AI, uni misol uchun qishloq xo'jaligi kompaniyalari yoki ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatishda, tekstil sohalarida ham prompterlar kerak. Nimaga? Chunki biz aytganimizdek, ChatGPT boshqa modellar juda ham kuchli, o'sha ochiq ma'lumotlardagi barcha ma'lumotlarni ular o'sha hazm qilib bo'lgan. Ya'ni ularda cheklanmagan hozir imkoniyat bor-da. Ya'ni undan to'g'ri foydalanishimiz uchun bizga o'sha prompterlar kerak. O'shaning uchun bu ham bitta qadam, hukumatimiz tomonidan qo'yilgan qadamlardan biri, shu ertaga bozorga yetuk mutaxassislar yetishib chiqishiga bitta yo'l bo'ladi desak bo'ladi. Maktablar uchun keyingi yildan 2026dan уже boshlanadi. Уже qo'shish boshlanadi. Universitetlar uchun bu universitetlar uchun уже boshlanib bo'lgan, universitetlarda уже boshlangan, chunki universitetlarda o'sha sun'iy intellekt yo'nalishlari, fakultetlar, mutaxassislar ochilgan. Bu bir necha yil oldin o'sha bitiruvchilari bo'lgan universitetlar ham bor. Ularda hozirgi kunda shunaqa tizim yo'lga qo'yiladi. Mana Yangi O'zbekiston universiteti tomonidan ma'lumotlar o'qiydigan bo'lsangiz, ya'ni o'qituvchilarni, ya'ni mentor sifatida tayyorlashyapti. Yangi O'zbekiston universitetida ular o'sha mentorlar tayyor bo'lgandan keyin o'sha sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha boshqa o'qituvchilarga ham o'sha sun'iy intellektdan foydalanib o'qitish bo'yicha o'zlarining bilimlarini tarqatishadi va bu bo'yicha o'sha mavjud o'qituvchilar ham shu o'quvchilar, talabalarni o'qitish bo'yicha o'zlarining bilimlariga ega bo'lishadi. Keling endi shu ta'lim sohasiga kirdik. Ta'lim sohasida bir ikkita savollar bor. Husanboy aka, mana siz aytdingiz, ta'lim sohasi bo'yicha ekspertsiz. ChatGPTdan foydalanish yoz va qish kanikullarida, ya'ni o'qish bo'lmagan paytlarda foydalanish darajasi tushib ketayotgan ekan. Ya'ni bunga bitta maqolada o'qidimki, bunga asosiy sabab shu maktab o'quvchilarini misollarini, masalalarini ota-onalar shu ChatGPTga, boshqa AI prilojenelarga joylab turib, shu maktab topshiriqlarini bajarishayotgan ekan. Ya'ni buni aytsak bo'ladi, sun'iy intellektdan bu tomonlama, ya'ni negativ tomonlama foydalanish holatlari ham hozirgi kunda ko'payib kelyapti. Ya'ni buni qanaqa qilsak bo'ladi, nima qilsak bo'ladi? Cheklashimiz kerakmi yoki qanaqadir maktablarda mana shu sun'iy intellektdan foydalanib turib, mashqlarni aniqlaydigan qanaqadir texnologiya ishlab chiqishimiz kerakmi? Ertaga, ya'ni bu yoshlarimizni tanqidiy fikrlashini, misol uchun o'sha muammoga bir tomonlama qarash, ya'ni faqat o'sha ko'chirib oladi, sun'iy intellektga joylaydi, yechimini olib turib, olib borib, mana qilib keldim deb topshiradi. Buni qanaqa qilib yetsa bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Biz yoshligimizni aniqlaydigan bo'lsak, shu matematikadan misolmi, fizikadan misolmi, kimyodan misolmi yoki qanaqadir o'sha uy ishlari berilsa o'qituvchilar tomonidan, masalan 90% o'sha paytda yoshlar biz uygacha o'ylab kelardik, qanaqa qilib bajaraman, uni qanaqa qilib masalan qaysi manbalardan olaman, chunki u paytlari masalan internet degan tushuncha bo'lmagan, faqatgina o'sha kitobdan o'qib, ishlab yoki o'zimizdan katta sinflarda uyga borib so'rardik-da. Masalan ishlamayapman, masalan ko'rsatgan menga deb harakat qilib ishlardik. Hozirgi kunda men o'ylayman 99% maktab o'quvchilarini
xayolida uy vazifasini bajarish umuman muammo emas, chunki ularda ChatGPT bor. Masalan, qaysidir joyga kelib bu to'xtab qolsa yoki qaysidir qiyin masalani ishlash kerak bo'lib qolsa, bu o'ylamaydi, ChatGPTga tashlaydi. ChatGPT uni misol yechimini beradi, ko'chirib oladi, olib boradi. Ya'ni qisqa qilib aytganda hamma a'lochida. Lekin bu yaxshimi yomonmi degan tushunchani beradigan bo'lsak, mana statistikani ko'ryapsiz, kanikul paytlari ChatGPTdan foydalanib o'sha statistikasi tushib ketgan. Chunki bolalar kanikulda bo'lgan, u paytlar kitob ochib o'qimagan, o'zini ustida ishlamagan va ChatGPTga murojaat qilmaganda. U yana maktabga qaytyapti, ya'ni buni statistikasi ko'tarilib boryapti. Bu bir tomondan yaxshi bo'lishi mumkin. Ya'ni u qo'shimcha o'zini ustida ishlab, o'sha qaysidir fanlardan bilimini oshirishi mumkin. Lekin ChatGPTdan foydalanib shu uy vazifalarini bajarish, ayniqsa aniq fanlarda qaraydigan bo'lsak, mantiqiy fikrlashni tushirib yuboradi. Ya'ni aytaylik, matematika, masalan, fizika, kimyo nima uchun masala misolda ishlatadi. Chunki shu bolani shu mantiqiy fikrlashini, ya'ni critical thinking deymiz-ku, shuni rivojlantirish uchun beriladi o'zi. Lekin bola nima qiladi? ChatGPTga beryapti, yechib beryapti, ko'chiradi, olib boryapti. Lekin uni javobi qayerdan kelib chiqdi? Qaysi formulalardan foydalandi? U qaysi holatlarda bu o'sha qayerdan o'sha misollar javobi kelib chiqdi? Buni ya'ni yosh bola o'ylamaydi-da. Unga nima tayyor javob bo'lsa bo'ldi, ko'chirib qo'yib, o'sha ko'proq boshqa, masalan, telefon yoki kompyuter o'ynab vaqtni o'tkazsa, shunga xursand bo'ladi. ChatGPTdan foydalansin, masalan, fanlarni bo'lib qo'yishimiz kerak. Masalan, til o'rganishda qaysidir yangi so'zni bilmasa yoki qanaqadir frazani bilmasa, o'sha ChatGPTga berib bola o'rganish kerak. Lekin aniq fanlarda, masalan, o'sha ustozlar yoki ota-onalar shu yosh bolalarni doim nazorat qilib borish kerak. Agar ular shunga berilib ketib, aytaylik, ChatGPTdan foydalanib hamma uy ishlarini qilib, maktabda hammasini joy-joyiga qo'yib hamma a'lochi bo'lib ketadigan bo'lsa, o'ylayman kelajakda shu bolalarda o'sha fikrlashi yoki hayotga bo'lgan qanaqadir o'sha mantiqiy fikrlashlarda bolalar muammoga duch keladi. Endi masalan, oddiy qilib aytaylik, o'sha zo'r, masalan, matematikadan masalan o'qituvchisi tekshirmasligi mumkin, ota-onasi tekshirmasligi mumkin-da. Masalan, o'g'lim, qizim matematikadan zo'r, doim 5 oladi, qiyin misollardan ishlay oladi deb u bolaga yoki qizga ishonishi mumkin. Ularni masalan aytaylik, o'sha internetsiz yoki qanaqadir to'k yo'q joyda masalan doskaga chiqarib ishlatsangiz, bola bo'ldi, tutiladi-da. U ortiq masalan ishlab bera olmaydi. Unda o'sha mantiqiy fikrlash ham yo'qolib ketadi. Ya'ni ko'plab davlatlar oladigan bo'lsak, mani shu Yaponiyadagi tadqiqotlar asosan maktab mavzusi bo'lgan, ya'ni o'qitish metodologiyasi bo'yicha bo'lgan. Bolalarni mantiqiy fikrlashga ko'proq o'sha internetdan emas, mantiqiy fikrlashga ko'proq undashadi. Nima uchun? Chunki o'sha davlatning kelajagi bab yoshlar qo'lida. Bolalar o'sha mantiqiy fikrlash kerak va ko'plab o'sha masalan insonda mantiqiy fikrlash yaxshi bo'lib, agar matematika yaxshi bo'ladigan bo'lsa, u hayotda ham ko'plab o'sha muammolarga duch kelmaydi. Chunki o'sha har qanday muammoni yechimini topishga harakat qiladi. Shuning uchun doimiy ravishda biz shu ayniqsa uy ishlarini qilishda ota-onalar, ustozlar shu bolalarni doimiy ravishda nazorat qilishimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat. Endi keling, Shukrullo, bir sun'iy intellekt kelajak haqida gaplashsak. Hozirgi kunda ko'ryapmiz, mana ko'p kasblar yaqin 10 yilda, yaqin 15 yilda yo'q bo'lib ketadi deyapti. Uning ichida buxgalter kasblari bor, finansist kasblari bor. Keyin xizmat ko'rsatish sohasida ham o'sha ko'ryapmiz, Xitoylarni, Yaponiya, Koreyalarda o'sha robotlar xizmat ko'rsatyapti insonlarga. Ya'ni bu holatda hozirgi yoshlarimiz nima kasblarni o'rgansin? Misol uchun data yo'nalishida juda turli ko'p kasblar bor ekan. Keyin AI engineering, ya'ni AI dasturchilar bor. Shularga nima maslahat berasiz? Qanaqa kasblarni o'rganishsin? Yaqin 10 yilda, 20 yilda, 30 yilda ishsiz qolmaslik uchun. Mana men baribir o'zim bilimimdan kelib chiqib aytaman. Bu qanchalik to'g'ri bo'lishi mumkin? Bizdan aqlliroqlar biladi. Men shunaqa o'ylayman. Yaqin yillarda haqiqatan aytganingizdek juda ko'p soha almashib ketadi. Sun'iy intellekt almashtirib yuboradi. Juda ham ko'p sohani. Lekin o'sha men o'zimning soham ham masalan dasturlash sohasini ham eng birinchi kirib kelgan sohalardan biri dasturlash sohasi. Chunki kod yozishni o'rgandi sun'iy intellekt. Bu dasturchilikka juda ham katta zarba bo'ldi.
lekin bunda natija nima bo'ldi? Natijada kimlar bo'shab ketdi? Tasavvur qiling, 10 ta xodim bor. 10 ta xodim hammasi bir-biridan sal farq qiladi. Bilim darajasi, masalan, bittasi o'rta daraja, bittasi yuqori daraja, bittasi yuqori bilan o'rtani o'rtasida sun'iy intellekt kirib keldi. Sun'iy intellekt kirib kelishi bilan u xodimlardan darajasi yuqori xodim, buni dasturlash yo'nalishida senior deymiz buni. Seniorlar sun'iy intellektni oladi, chuqur o'rganadi. U meni ishimda qanaqa yordam bera oladi? Shunaqa bo'ldi. Programmalarni oladida, o'zi qanaqa yozgan bo'lsa, o'shani tushuntiradi-da, mana shunaqa qilib yozib ber deydi. Natijada programmist o'zi yozadigan, bir oyda yozadigan kodini bir kunda yozib oldi. Natijada u juda ham kuchli, juda ham to'g'ri chuqur o'rgandida, juda ham to'g'ri foydalandi u. 10 tadan qolgan 9 kishi bunchalik o'rgana olmadi. 5 tasi vashshe bu yomon, bu sun'iy intellekt, bu yo'qotish kerak buni. Mana shunaqa fikrlashlar bo'ldi. Natijada nima bo'ldi? Ana u bir oylik ishni bir kunda qotdimi? Senior. Demak, qolgan 10 tasini ishini ham bemalol qiladi u bir oyda. Natijada nima bo'ladi? Qolgan 9 ta kerak bo'lmaydi. Avtomatik olib tashlaydi uni. Hamma sohada mana shunaqa bo'ladi deb o'ylayman va istalgan sohani hozirgi mutaxassislar ham, keyinchalik bo'ladigan mutaxassislarda ham sohalar saqlanib qoladi, faqat ana vakant joylar deymiz-ku. Masalan, oldin 10 kishi ishlagan joyda hozir 2 kishi ishlaydi. Buning uchun bu sun'iy intellektni o'zini sohasi bilan birga parallel juda ham chuqur o'rganib borish kerak deb o'ylayman. Shu joyga bitta qo'shimcha qilaman. Uzr. Oldin startaplarni 40 kishi, 50 kishi qilgan bo'lsa, yaratgan bo'lsa, hozir 3 kishi, 4 kishi yaratyapti mana startaplarni. Nima uchun? Chunki ular o'sha AI решенияларdan foydalanishni biladi va ularga o'sha 40 kishilik komanda kerak emas. To'g'rimi? Da, xuddi shunaqa. Shu sun'iy intellekt insonlarning ishini olib qo'yadimi degan savol. Endi oxirgi o'sha tadqiqotlarim xulosasi shu bo'ldiki, sun'iy intellekt demak insonlarning ishini olib qo'ymaydi. Qaytanga sun'iy intellektni biladigan odam u sun'iy intellekt bilmaydiganlarning ishini olib qo'yishi mumkin. Xorijdagi o'sha juda ham mashhur universitet professorlari o'zlarining maqolalarida yozib chiqibdi-da. Yozib chiqdi, masalan, doktorga boramiz, sun'iy intellekt deyapti, doktorda ham ishni olib qo'yishi mumkin, ya'ni maslahat berishi mumkin, retsept yozib berishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, u o'zi tashxis qo'yishi mumkin deyapmiz-da. Lekin shunaqa holatlar borki, masalan, bemor odamga, masalan, u sizni yozgan tashxislaringiz yoki berib turgan tavsiyalar o'sha sun'iy intellekt berib turgan tavsiyadan ko'ra o'sha doktorda o'sha berib gapiradigan bir ozim shirin so'zi davo bo'lishi mumkin-da. Sun'iy intellekt unga o'sha insonchalik shirin so'z ayta olmaydi. Insonchalik o'sha psixologически unga ta'sir ko'rsata olmaydi-da. Shuning uchun o'ylayman, to'g'ri aytib o'tdingiz, hamma sohada ham inson ozgina o'sha sun'iy intellekt texnologiyasini o'rganib borish kerak. Endi masalan, ish o'rinlari yo'qolib ketishi, masalan, bu tabiiy hol. Chunki masalan 20 yil orqaga qaytadigan bo'lsak, masalan siz ham biz ham yosh bola bo'lganmi, o'sha paytda mobil dasturchi yoki web dizayner degan sohalar bo'lganmi? Bo'lmagan. Bular mana kirib keldi, to'g'rimi? Bizda kirib keldida qaysidir sohalarda o'rnida bular paydo bo'ldi, to'g'rimi? Ya'ni ish o'rni ko'payaptiki, hech qanaqa kamayib, hech kim ko'chada qolayotgani yo'q-da. Ya'ni bitta statistikani o'qib qoldim. Shu paytgacha masalan sun'iy intellekt 250 mingta ish o'rnini yo'qotgan bo'lsa, sun'iy intellekt yordamida, lekin sun'iy intellekt yordamida 297 mingta yangi ish o'rinlari yaratilibdi-da. Ya'ni yo'qotilishdan yaratilgani ko'proq. Ya'ni biz har kunlik hayotimizda sun'iy intellektni o'rganib, o'sha ishimizda yoki boshqa sohalarda takomillashtirib borsak, biz o'ylayman, bizning ishimiz ko'payadiki, lekin hech qachon kamayib, sun'iy intellekt chiqib, sizni ishingizni olib qo'ymaydi-da. Kelajak kasblari nimalardan iborat? Mana shu haqida aytib o'tsangiz, mana aytib o'tdingizda, misol uchun yoshlar nimani o'rgansin? AI qaysi qismlarini o'rgansin? Data bo'yicha nima yo'nalishlarni o'rgansin? Shular bo'yicha aytib o'ting, iltimos. AI injenerlik, prompt injenerlik, data science, kiberbezopasность, kiberxavfsizlik asosan mana shu sohalar. Lekin bu sohalardan oldin o'sha Husanboy aka zo'r aytdilar, critical thinking rivojlantirish uchun, o'sha kritik fikrlashni rivojlantirish uchun buni asosi matematika. Buni asosida matematika yotadi. Mendan juda ko'p so'raydiganlarga men har doim ikkita narsani tavsiya qilaman: matematika va ingliz tili.
ingliz tili nima uchun? Ingliz tilida sen juda ham katta объем informatsiyaga sen dostуп olasan ingliz tilida. Butun saytlarni internetdagi 90-95% hali ham ingliz tilida ekan ma'lumotlar. O'sha meni sohamda ham dasturlash sohasi 95% dan baland dasturlash sohasidagi obsujeniyalar 95% dan baland ingliz tilida bo'ladi. Bu degani ingliz tili juda ham muhim. IT o'sha hozir yuqorida sanab o'tgan har bir soha uchun ingliz tili juda ham muhim. Matematika bu bizni ma'lumotni to'g'ri tushunishimizni ta'minlab beradi. Biz bitta narsani o'qib 2 xil, 3 xil, 10 xil tushunish mumkin bolalar. Lekin kim miyasida o'sha intellekt o'zini intellekti yuqori bo'lsa, critical thinking yuqori bo'lsa, u ma'lumotni to'g'ri, tez, oson tushunadi va to'g'ri ishlatishni boshlaydi. Maktabda bolalar ishlatishi bo'yicha ham men ham rosa o'ylaganman-da shuni. Nima qilsa bo'ladi? O'zi yaxshi ta'sir qilish kerak-da, lekin hozir yomon ta'sir qildi. Chunki bolalar so'rab javobini oldi. Bo'ldi. Savol beradi, javobini oladi. Bu qanaqa plyus berish kerak o'zi aslida? O'sha ta'lim sohasida o'qiyotgan maktablarning hammasida ham ideal, juda ham zo'r professional o'qituvchi ustozlar mavjud emas. Dunyoda topovoy o'qitadigan odamlar bormi? Topovoylar bormi? Demak, qayerdadir juda ham slabiylar bor. Juda ham slabiylar bor. Sun'iy intellekt bizga o'sha darajada juda ham oson, juda ham zo'r tushuntirib beradigan darajada bizga sun'iy intellekt tushuntirib berishi mumkin. Maktabdagi istalgan fanni, istalgan muammoni juda ham oson qilib tushuntirib, ustozdan ko'ra ancha yaxshi o'rgatish mumkin. O'sha ta'lim sohasida ham uni prosta cheklash kerak emas deb o'ylayman men. Ota-onalar ham prosta yopib olib tashlash kerak emas. Boshqacha yo'lda aytish kerak, ustozlar ham aytish kerak. Mayli, foydalan. Lekin sen undan javobini so'rama. Masalan, masala berildi-mi? Qanaqa qilib ishlanishini ko'rsatib bersin. Professional ko'rsatib bersin. Qanaqa qilib muammoni yechilayotgan. Unda shunaqa rejim bor-da, misol uchun ChatGPTda, ya'ni study learning anaqasi bor, o'shandan foydalanish kerak. Bizanikilar nima qiladi? Savolni beradi, javob oladi, ertaga o'qituvchi ham boradi-da, ChatGPTga tashlab, bu savol masalani tekshirib turib, bahoni ChatGPT olyapti-da, bundoq qarasangiz. Mana hozir qarang, ChatGPT tug'ilganiga 3 yil bo'libdi-da, 1-dekabr 2022-yilda bozorga chiqqan ekan. Hozirgi kunda 1-dekabrda mana yangilik chiqdi, o'qib qoldim. ChatGPT mana 3 yoshga to'ldi dedi. 3 yoshli tasavvur qiling, bola-da u hali. Siz yana 5 yildan keyin ChatGPTni qanaqa ko'ryapsiz? O'zi umuman sun'iy intellekt. Sun'iy intellektni deylik, ha. Qiziqib ko'rganman, eng kamida 100 baravarga aqliylashyapti. Sun'iy intellekt eng kamida har yili 100 baravarga aqliylashyapti. Har yili 100 baravarga aqliylashyapti. Odamning evolyutsiyasi bunga yaqin ham kelmaydi. O'shaning uchun ertaga 5 yil nima bo'lishini xudo biladi. No, primerni aytish mumkin. AI, artificial intelligence, keyingi darajasi AGI deyiladi, artificial general intelligence. Bu hozir sun'iy intellekt ba'zi bir odamlardan ko'ra slab fantaziyasi, o'zi fantaziya qilib, o'zi nimadirlarni o'ylab topishi juda ko'p sporlar bo'ladi. Masalan, u yo'q narsadan o'ylab topa olmaydi. U yo'qdan o'ylab bor o'sha ma'lumotlardan olib sizga kengaytirib fikrlab beradi-da u. Mana buni har doim sporlashaman bunda ham. Odam ham shunaqa deyman men, har doim. Lekin baribir odamga nisbatan baribir nimalar, slabiy joylari bor. AGI shunaqa deyishadi. U odamdan ham ko'ra 1000 million marta aqlli bo'lishi mumkin deyiladi. Tasavvur qiling, odamda bor, funksional bor. Agar siz o'zingizni misol qilib oladigan bo'lsangiz, tasavvur qiling, siz bitta fandan yozib chiqilgan hamma ma'lumotni o'qidingiz va hammasini yoddan bilasiz. Buni imkoniyati yo'q, albatta. Lekin tasavvur qiling, imkoniyat bor va siz bitta sohada millionta kitob, millionta maqola bo'lsa, hammasini o'qib tushungansiz va hammasi yodingizda turibdi. Unda men robot bo'lib qolmaymanmi? Yo'q, siz unda super mega mozg pro max bo'lasiz. Endi tasavvur qiling, hamma sohani bilasiz shunaqa. O'shanda siz AGI bo'lasiz. Tushunasizmi? AGI bo'lasiz. Miya odam miyasidagi, lekin odam miyasida uncha ma'lumotni saqlab qolish va unaqa hammasini parallel obработка qilish odam hech qachon qila olmaydi. AGI shu darajaga yetib kelsa, o'sha keyingi bir 5-6 yilda buni ana DeepMind bilan OpenAI adashmasam ikkalovi birgalikda shuni ustida ishlashadi. AGI ustida. DeepMind Google'niki, OpenAI. Endi men
qo'shimcha, ya'ni o'zimni tajribamni aytaman. Mana yaqinda Janubiy Koreyada bo'ldim. Aynan shu raqamlashtirish va sun'iy intellekt bo'yicha shu Koreya universitetida professorlar tomonidan o'sha mavzularda qatnashdim. Va bilasizmi, hozirgi kunda masalan shu sun'iy intellekt rivojlangan davlatlar qatorida masalan Koreya ham bor-da. U ham rivojlangan. Masalan, internetda muammo yo'q. Xohlagan ma'lumot topa olasiz, xohlagan joyda foydalana olasiz. Endi biza o'sha Smart Cityga borganimizda haydovchisiz avtobuslar ishlab chiqarishgan. Bittasi o'sha ko'rgazmada qatnashgan, avtobuslar yaratishgan, lekin hali sotuvga o'sha ko'chaga chiqarishmagan. Buni sababini so'radik-da. Sababini so'rasak, endi bu bundoq olib qarasak innovatsiya-da. Masalan, yaratilmagan narsa innovatsiya. Tasavvur qiling, ko'chada avtobus ketyapti-da, o'zi to'xtab odamlarni oladi, lekin haydovchisi yo'q. Innovatsiya. Ko'chaga chiqib aylandik. O'sha 4 ta 5 ta ostanovkada chiqib, o'sha avtobus o'zi aylantirib keldi bizni. Haqiqatan ham yaxshi. Svetoforda to'xtayapti, o'ngga chapga qayrilib, o'sha belgilab bergan hududda yuribdi-da. Lekin juda ham katta muammo bor ekan. Muammo javobgarlik masalasi. Endi masalan aytaylik, avtobus chiqdi-da, siz unga o'zingiz anaqa kafolat bera olmaysiz, o'sha avtobus chiqib qaysidir mashinaga turtirib ketishiga yoki qaysidir odam urib ketishiga siz kafolat bera olmaysiz-da. U masalan uni aytaylik, o'sha avtobus qaysidir mashina bilan avariya sodir bo'ldi yoki qaysidir odamni peshoqda urib ketdi. Bunga kim javobgar bo'lishi kerak? Ya'ni shu masalalar ochiq bo'lganligi uchun o'sha innovatsiya yaratildi, lekin sotuvga chiqmagan. Ya'ni shu muammolari bor. Ya'ni qonunchilik tomonidan qonunchilik tomonidan belgilab olish kerak. Endi uni qonunchilikda ham masalan aytaylik, bizda endi shunaqa holatlar bo'lsa, endi biz bilamiz, bu o'sha haydovchi javobgar bo'ladi. Lekin haydovchi bo'lmagan holatlarda kim javobgar bo'ladi? Ya'ni innovatsiya zo'r, lekin uni o'sha backgroundida o'sha muammo bo'lganligi sababli, ya'ni o'sha boya biznesga qanaqa ta'sir qilyapti dedingiz-ku. Biznes hozirgi kunda shu masalani, muammoni yecha olmaganligi sababli ko'plab o'sha daromaddan qolib ketyapti. Buni ham vaqtincha deb o'ylayman men. Vaqtincha deb o'ylayman. Chunki bundoq olib qarasangiz, bu javobgarlikni olish tarafidan ham ko'ra ko'proq bizani o'ylashga, xavotirlanishga sababchi bo'ladigan narsa bu insonning hayotini xavfsizligida. Baribir ham javobgarlikdan ham ko'ra ko'proq bu muhimroq deb o'ylayman. Buni yo'lovchilar avtobusga chiqqanda avtobusni haydovchisiga topshirishyapti. Bunda olib qaraganda unga topshirishyapti. Agar avtobus haydovchisini tushirib so'rov qilib IQsini, intellektini tekshirsangiz, o'sha yo'l harakat qoidalarini qanchalik bilishini tekshirsangiz, unaqa yuqori daraja ko'rsatadi deb o'ylamayman men. O'shaning uchun men ishonaman, bu narsalar vaqtinchalik, bu juda tez almashib ketadigan sohalar deb o'ylayman men. Sun'iy intellekt haqida gapirsa gap ko'p, to'xtamaydi. Misol uchun juda ham xos trenddagi mavzu desak bo'ladi. Shu joyda yakun yasasakda, o'zinglarni shu xulosalarni qilsanglar, shu kuzatuvchilarimizga ikki og'iz sun'iy intellekt haqida, вообще o'zi yo'nalishlar haqida, mana kelajak kasblar haqida o'zinglarning fikrlarini bildirib, shu podkastimizni tugatsak ham bo'ladi deb o'ylayman. Bizani ko'rayotgan o'sha o'quvchi bo'lami, talaba bo'lami, professorlar bo'lami, shularga maslahatim, sun'iy intellekt texnologiyalari rivojlanib kelyapti. Biz undan yordamchi sifatida o'zimizga olishimiz kerak. Ya'ni qiynalgan paytda sizga yordamga keladi, lekin hamma narsani topshirib qo'yish kerak emas deb o'ylayman. Bundan tashqari, hozirgi kunda bilasizmi, sun'iy intellekt texnologiyasi rivojlangani bilan, lekin shu odamlar o'rtasida sun'iy intellekt savodxonligi degan tushuncha juda ham past. Ya'ni bu yuqori deb o'ylamayman. Ya'ni bizda shu markazda o'zimiz tomonidan yaratilgan portal bor, ya'ni infocom.uz. Shu portalga kirsa, bizda raqamli savodxonlik bo'limimiz bor. Shu raqamli savodxonlik bo'limimizda shu raqamlashtirish bo'yicha, sun'iy intellekt bo'yicha biz o'zimiz o'sha boshidan boshlab qiyinlashtirib o'sha ma'ruza matnlar qo'yganmiz, video darsliklar qo'yganmiz. Shularni
kirib o'rganib o'zlarini bilimlarini oshirishi mumkin. Ustozlarga maslahatim shu o'quvchilarni shu aniq fanlar yo'nalishida sun'iy intellektdan foydalanishni ma'lum bir ma'noda cheklashimiz kerak, chunki bu bolalarda o'sha nima deydi, mantiqiy fikrlashishni to'xtatib qo'yishi mumkin. Uni o'rniga biz ko'proq o'sha ular bilan misol masalalar ishlab, o'sha vaqtimizda ularni birga o'tkazishimiz kerak. Samboyga hammasini aytib qo'ydilar o'zi. Endi sizdan ikki og'iz. Men ham qo'shimcha qilaman. Men ko'radigan o'sha sun'iy intellektni o'rganinglar deymiz. Xalq o'rganyapti. Lekin juda ham katta bitta muammo ma'lumotni filtrlay olmasligida. Odamlar ma'lumotni filtrlay olmasligida. Men o'zim nimadirlarni o'rgataman, ko'rsatib beraman, o'sha Instagramda ko'rsatib nima qilib beraman. Ba'zida mendan so'raydi. ChatGPTda mana bunaqa narsalar bor deb ko'rsam, ChatGPTda yo'q unaqa narsalar deb ko'pchilik yozib tashlaydi. Men keyin nima ishlatayotsan, nima qilsan deb ko'rganimda, ular boshqa qanaqadir bitta levoy qanaqadir приложение ChatGPT emas, ChatGPT qanaqadir ochib olib ishlatishga harakat qilishayotgan bo'ladi. Masalan, men chiqib gapiraman Instagramda, sun'iy intellekt bunaqa biz gapiramiz masalan. Yoki ko'chada bitta ishsiz bekorligidan sal o'rgandida Instagramga chiqib gapiryapti u ham. O'sha xalqimiz hammasini bir xil qabul qiladi. O'sha narsa juda ham noto'g'ri va buni juda ham kuchli filtrlashi kerak. Kuzatuvchilar shu narsaga e'tibor qilish kerak. Juda ham kuchli filtrlash kerak. Informatsiyani olganda senga informatsiya berayotgan odam kim o'zi? Kim? Tegini ko'rish kerak, o'rganib chiqish kerak. Nima bor uni ostida, nima yotibdi? Nima uchun men unga ishonishim kerak degan savollarni berish kerak-da. O'rganib, chuqur o'rganib, keyin menga juda ko'pchilik aytayapti, men kurslar oldim, sun'iy intellektdan kurslar oldim. Menda ham kurs bor, hali tayyor emas, tayyorlayapman. Kurs bor. Menga ko'pchilik уже yozib telefon qildi-da. Men 2-3 ta kurs oldim, faqat aldab ketdi. Senga qanaqa qilib ishonamiz dedi. Men hayron qolaman-da, darja pul to'lab o'rganishyapti-da odamlar. Lekin qanaqadir levoy joylardan o'rganyapti. Orqasida opiti yo'q. Bir oy ChatGPTda gaplashib o'rgandida kurs qilib nima qilib tashladi. O'sha juda ham e'tibor berish kerak bo'lgan jihati bu sizga ma'lumotni kim berayotganini tegini ko'plab chuqur o'rganib, keyin uni eshitish kerak deb o'ylayman. Rahmat, Shukrullo. Yana men aytib o'taman, siz aytib o'tdingiz, to'g'ri. Ya'ni insonni birinchi navbatda o'z raqamli soatxonlik darajasi bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha internetdan qanaqa to'g'ri foydalanish, qanaqa ma'lumotlarni filtrlash, o'zi onlayn kontent yaratish, kiber xavfsizlik masalalari bo'yicha, ya'ni shu sun'iy intellekt va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish markazi tomonidan digitalcitizen.uz degan platforma ishlab chiqilgan. Ya'ni ushbu platforma Yevroittifoqning DICCOMP 2 degan metodologiyasiga asoslanadi. Ushbu metodologiyada ya'ni 5 ta yo'nalish bo'yicha o'sha onlayn ma'lumot yaratish, onlayn ma'lumot uzatish, kiber xavfsizlik, undan keyin onlayn muloqot qilish, internetdan to'g'ri foydalanish yo'nalishlari bo'yicha bazaviy savollar tuzilgan. Ushbu platformaga kirib turib, istalgan inson bemalol o'sha 64 ta savol beriladi unga. Ya'ni 3 ta kategoriyasi bor. Ya'ni bazaviy savollar, qiyin savollar va murakkab, ya'ni undan ham qiyin savollarda. Shu o'rta sun'iy intellekt texnologiyasi foydalanilgan. Birinchi navbatda savolni o'rta darajadan boshlaydi. O'rta darajaga savol foydalanuvchi savol bera olsa, savol murakkablashadi. To'g'ri savol javob bera olmasa, savollar qiyinchiligi ya'ni tushadi. Ya'ni ushbu digitalcitizen.uz platformamizdan mutlaqo bepul tarzda foydalanib turib, o'zligini, ya'ni raqamli soatxonlik darajaligini aniqlash imkoniyatlari mavjud. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, shu joyda biz ushbu podkastimizni navbatdagi sonini yakunlaymiz. Keyingi sonlarda ko'rishguncha sizlarga xayr deb qolamiz. Rahmat, salomat bo'ling.